To'y ham yaqinlashyapti. Tezroq uy olmasam bo'lmaydi. To'yni ko'rsam markazdan uzoq. Boshqasining narxi vashsho osmon bo'yatibdi. Narxi arzoniga ishoncham yo'q. Joylashgan Gagarin Avenue loyihamizda premium uylarni sizlarga qulay narxlarda taklif qilamiz. Gagarin Avenue qulay narx deb yozib qo'yishibdimi? Qiziq borib ko'rish kerak. Ko'ring-chi. Voy, bu Gagarin Avenue mashta ekanda. Bitibdi уже почти. Gap yo'q lekin. Gagarin Avenue Samarqand markazida joylashgan bo'lib, xaridorlarga qulay shartlarda premium uylarni taklif qilar ekan. Siz xonadonlarni 25% boshlang'ich to'lov bilan 30 oygacha o'z narxida, eng muhimi bank foizlarisiz hamda ortiqcha penyalarsiz bo'lib to'lash asosida xarid qilishingiz mumkin ekan. Farzandli uchun bolali maydonchasi mavjud bo'lib, qulay planirovkalar va gazifikatsiyaga ega ekan. Shuningdek, baland shiftlar hamda qurilishda pishiq g'ishtdan foydalanishar ekan. Parkovkadan muammo yo'q, sababi yer osti hamda yer usti parkovkalari ham bor ekan. Ha, men izlayotgan joy aynan shu yoq ekan. Hozir kiraman-da, to'liq chiqaman. Uyim bo'lsa shunaqa joydan bo'lsin-da.